Ruhning berilishi. Alloh taolo insonning sirtqi shaklini bir siqim tuproqdan yaratgandan keyin uningga maxluqot orasida eng ustun darajani ihson qilib, o'zidan bir sir bergan. Bir jism holatida yaratilgan insonda harakatchanlik faqat ruhning po'ylanishi bilan boshlanadi. Bu jihatdan ruhning po'ylanishi har narsadan burun Allohning bandasiga qimmat berishi va hayot berishidir. Alloh taolo bu haqiqatni "Men uni to'liq yaratgan", ya'ni uni yaratib, sur'atga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holida keltirgan va uningga jon kirgizgan chig'imda "Sizlar uningga sajda qilinglar" degan oyat bilan bayon qilinadi. Alloh taoloning Odam alayhisalomga ruhdan po'yilishi tamsiliy bir ifodadir. Bu buyuk bir haqiqatning texi to'liq yetilmagan bir kichik bolaga anglitishdagi zaruriyatga o'xshaydigan bir kayfiyatning asridir. Va Alloh taoloning o'zidagi ba'zi xususiyatlarni bandaning qobiliyatiga yarasha berishi demakdir. İnson Allohdan olgan ruh bilan birlikda Rabbidan olgan omonatning barakati bilan Rabbini tunib, uningga ibodat qiladi. Ilohiy sir va ilohiy qudratini iqtidoriga qarata tunishga voqi bo'ladi. Buning markazi bo'lsa qalbdir. Bu yerda qalb fizika bir mavjudiyat bo'lmasdan, balki his qilish markazi bo'lgan bir tajalli makoni ma'nosida keladi. Ruhiy sultoniyaga ega bo'lish insonni 3 asosli vazifaga ega qilib, bu vazifalarni ijro qilish uchun iqtidor va qobiliyat bilan tayyorlaydi. Birinchi, nafsini tutish, o'z zoti va haqiqatini bilish. Ikkinchi, o'zining yaratquchisini bilish va Rabbini tunish. Uchinchi, yaratquchisining oldida yo'qsul va muhtojligini bilib, uning oldida hech bir narsa emasligini bilish. O'zini tunigan Rabbini tuniydi. Yaratilgan mavjudotlarning tunjisi, nuri, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning nuri bo'lganidek, ruhlarning yaratilishidimi uning ruhi tunjidir. Boshqa ruhlar uning sharafli ruhining qimmatining bilinishi uchun bir qutida saqlangan javharga o'xshaydi. Bu sababdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga Abul Arvoh, ruhlarning otasi deyilgan. Abu Hurayra raziyallohu anhu mundaq deydi: Sahobalar payg'ambar alayhisalomdan so'radi: "Sizga payg'ambarlik qachondan boshlab ihson qilindi?" Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Odam ruh bilan jannat orasidagi vaqtda" degan. Bu jihatdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlikdimi tunji payg'ambardir. Uning vujudi, ruhi va payg'ambarligi jihatdan tunji bo'lishining hikmati bu haqda Hazrati Odamga farishtalarning sajda qilindirilishi babida to'xtalamiz. Ruhni ikki bosqichda mulohaza qilamiz. Birinchi, ruhiy sultoni amr olimidan bo'lib badandan ayrimdir. Badan bilan birga bo'lishi uning ustida tasarrufda bo'lishi bilandir. Badanning sesib yo'qolishi uningga ta'sir qilmaydi. Faqat bu shaklda jismoniy orzular ustidagi tasarrufi tugaydi. Ikkinchi, ruhiy hayvoni xalq olimidan badanning butun a'zolariga tarqalgan bo'lib, asosli hukmronligi qon ustida, markaziy dimoqda. Ish va harakatning boshlang'ich nuqtasidir. Agar hayvoniy bir ruh bo'lmagan bo'lsa edi, hech bir asar maydonga kelmagan bo'ladi. Bu insonning fe'llari. Bu sultoniy ruh bilan hayvoniy ruhning o'rtaq xislatlari ichida o'ttirg'i chiqadi. Ruhning 5 bosqichi. Birinchi, yo'qlik, ya'ni adam bosqichi. Azalda Alloh taolodan boshqa hech bir mavjudot yo'q bo'lib, u zamonda ruhlarmi yo'q edi. Qur'onda mundaq deydi: Inson, ya'ni onaning qo'rsqida bir muddatni o'tkazdi. U, ya'ni arzimaganlikdan tilga ilindigan darsi bo'lmadi. Ikkinchi, ruhlar olamining paydo bo'lish davri, ya'ni alasid bazmi. Alloh taolo hikmati sababidan badanni yaratishdan burun ruhlarni yaratgan. Bir hadis sharif mundaq deydi: Ruhlar bandadan 2000 yil burun yaratilgan. Uchinchi, badanga kirish davri. Badanning yaratilishidan xili burun yaratilgan va ulardan
Allohning o'zining Rabbi ekanligi to'g'risida ahd ilingan ruhlar azalda belgilangan taqdirga asosan bir-birlab badanga kirgizilishga boshlagan. Oyatda tunji inson Hazrat Odamga ruhning berilishi mundaq bayon qilinadi va uningga jon kirgizgan chig'imda 4-chi badandan ayrilish davri. Bu fani dunyoda o'ziga taqdir qilingan umrni oxirlashtirgan ruhlar ma'lum vaqt birlikda bo'lgan badanlaridan qandoq kelgan bo'lsa, shundoq bir-birlab ayriladi. Hech kim qutulolmaydigan bu haqiqat o'lim deyiladi. Bu haqda Qur'on mundaq deydi: har bir jon egisi o'limning ta'mini tetiydi. 5-chi qaytadan, ya'ni takror badanga qaytish davri. İslam aqidasiga qaraganda o'lim bir yo'qolish bo'lmasdan, bu ona rahimidagi bovoqning u yerdan munosabatini uzib, bu dunyoga kelishiga o'xshaydi. Bu ruhning bu fani olamdan qutulib, mangulik bir hayotning tong sahriga tug'ilishidir. İnson o'g'li bu dunyoda yashagan hayotidan hisob berib, buning natijasiga qarab abadiy bir saodatga ega bo'ladi. Yoki, ya'ni Alloh saqlasin, abadiy bir azobga duchor bo'ladi. Buningga munosabatlik yuzlarcha oyatdan ikkisi. Aytqinki, uni eng dastlabda yaratgan zot tirildirdi. U har bir maxluqni bilguchidir. Alloh taolo Takvir surasida dahshatlik va ibratlik qiyomat alomatlari haqida to'xtalib, 7-oyatda ruhning qaytadan badan qilipiga elinishi mundaq bayon qilinadi. Tirik o'ltirib etilgan qizdan sen qaysi gunoh bilan o'ltirilding deb so'rgan chaqda, ya'ni Takvir 7. İnson Rabbidan bir sir bo'lgan holda ufligan ruhning mohiyatini to'liq bilishi mumkin emas. Chunki u oxiratga oid bo'lib, inson idrokining sirtidagi bir mohiyatdir. Shunga ruhning bu mohiyati haqida Qur'on mundaq deydi: ular sendan ruhning mohiyati haqida so'rashidi. Ruhning mohiyatini Parvardigorim biladi degan. Sizlarga faqat ozgina ilm berilgan. Ruhning Alloh taolo bilan bo'lgan munosabati haqida mufassirlar har xil ko'z qarashda bo'lib, ulardan ba'zilari tuvandikicha: ruh faqat Rabbimizga oid bo'lgan ishdan iborat. Ruh amrning asosi bo'lgan bir javhardir. Ruh Rabbimizning amri jinsidan bir fe'ildir. Oyatda deyilgan amr kalimasi, ya'ni bir manbadan bo'lgan amorat kalimasi bilanmi munosabatlik bo'lib, amr qilish, buyurish, amirlik, boshqarish deb izohlanadi. Bu holda ruh amrining ahvoli va sifati deganlikdir. Bu Alloh taolaning sifatlarining bandada tajalli bo'lishidir. Ya'ni bandada tajalli bo'lgan sifatlaridan birisi bo'lsa amorat, boshqarishdir. Demak, insonning Allohning xalifasi bo'lishi, bu yerdagi idora qilish, boshqarish tajallisi bilan munosabatlikdir. Amorat, ya'ni boshqarish insonga xosdir. Shir, badan qurilishi jihatdan insondan kuchli bo'lsa-mu, inson mukammalligi oldida ojizdir. Masalan, shir 1000 yil yashasimi o'ziga bir uy yoki qatnash vositasi yasay olmaydi. Farishtalardimi komil ma'noda tajalli yo'qdir. Bu shakldagi bir tajalli faqat insonga xosdir. Inson ahsaniy taqvim, eng go'zal qivom bilan balhum azal, hayvonlardanmi tovan bir daraja orasida. Masalan, insonning ko'ngil iqlimida tajalli qilgan Rahmon va Rahim sifatlari bilan birlikda nafsdanmi mudlil va kibriyo sifatlari tajalli qiladi. Ya'ni inson jamaul azdod, ya'ni butun ijobiy va salbiy sifatlarini o'zi to'plagan. Jamaul azdod sifatiga ega bo'lgan maxluqotlar orasida komil ma'noda yolg'iz insonga maxsusdir. Yuqoridagi oyatning oxirida insonga ruhning mohiyati haqida nihoyat oz bilim berganligi ta'kidlandi. Bu jihatdan inson haddini eshib, ruhning sirini bilishga tirishmasligi va ilmi bilan mag'rurlanmasligi kerak. Buning o'rniga ko'proq mas'uliyatining nima ekanligi haqida o'ylanib, qulluqqa ahamiyat berishi lozim. Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratgandan keyin uni farishtalarning mas'uliga kelgidek va taqdirlashga loyiq amrga bo'ysundigan bir holatga erishtirish uchun odamga butkul
putkul narsalarning ismini o'gitib, ta'lim berdi. Qur'onda bu ahvol mundaq bayon qilinadi. Alloh butun narsalarning nomini odamga o'rgatdi. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, xalifa bo'lishga odamga qaraganda biz haqliq deydigan qarashinglarda rostchil bo'lsanglar, bu narsalarning nomlarini menga aytib beringlar, dedi. Farishtalar Allohga hamd va sano aytdi. Buning ustiga Alloh taolo: "Alloh, ey odam, ularga bu narsalarning nomini aytib bergin", dedi. Odam ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda Alloh: "Men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayiblarni haqiqatan bilib turaman. Oshkora va yoshirin ishlarni bilib turaman, demaganmidim?" dedi. Odam alayhissalomga o'rgatilgan ismlardan maqsad bir qarashda zimindagi butkul narsalarning ism, mohiyat va xususiyatlaridir. Bu yerda bizning bilmaganimiz ilohiy san'at, narsalarning haqiqati, yaratilish sirri, lavhul mahfuz, taqdir va uningdagi hikmatlar bilan butkul koinot va zimindagi ilohiy sirlar, ya'ni ilohiy ismlar o'z ichiga olgan ma'nining doirasidir. Buning uchun Alloh taolaning bilinishi faqat qalbiy bir hayot bilan mumkindir. Narsalarning haqiqati, sirri qalbiy tuyg'ular nisbatida o'tirg'i chiqadi. Bu faqat ilohiy ismlarning tushunilishga bog'liqdir. Alloh taolo Allohning go'zal ismlari bor deb o'zini ilohiy ismlari vositasi bilan qullarining idrokiga taqdim qiladi. Banda ulug'iyat bilan munosabatini ism bilan amalga oshiradi. Bu haqiqatan Allohga hamd va sano aytish uchun uning ismining voz kechib bo'lmaydigan bir omil ekanligini o'ttirib qo'yadi. Bu jihatdan bandaning yaxshi yomon harakatlari ulug'iyatining haqiqatiga emas, ismiga yo'linadi. Buning bilan haqiqati davomliq nuqsondan yiroq qoladi. Agar Alloh taologa xos ismlar bo'lmagan bo'lsa edi, inson uningga qarata munosabatini o'rinlashtirishda qiyinchilik tortgan bo'ladi. Chunki inson jonliqlarni ismida ko'rib, ism bilan ifodalashga ko'ngan. Insonga nisbatan ism jonliqlarning yezilishidir. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratganida uningga butkul ismlarni o'rgatgan va Hazrati Odamning farishtalardan ustunligini uning bilan ifodalagan. Demak, bir jonliqning ismini bilish bir ma'noda uning zoti borlig'ini tunish deganlikdir. Buning uchun biz Alloh taoloni uning ulug' ismlari bilan bilmasak, uning haqida nima bilamiz? Inson Rabbining xususiyatlarini bildirgan ismlarga har zamon muhtojdir. Har inson yashagan, o'xshamagan ahvollar oldida Rabbini o'z loyiqida muvofiq bir ism bilan chaqirishni xohlaydi. Bu ismlar bo'lmagan bo'lsa edi, uning bilan bo'lgan munosabati intayin nuqson qolgan, balkida mumkin bo'lmagan bo'ladi. Yana mundaq deyishimiz mumkin. Bu ismlar zot va ulug'iyat oldida bandaning tilsizligini bir daraja yo'qotgan ifodalar. Ya'ni inson ruhining ichilmagan qulublari uchun ochqishdir. Chunki Allohning ismlarini faqat zikr qilishmi iymonga uzoq ilohiy lazzatini hissettirish, uningga bo'lgan sevgi muhabbatini oshirish, uning oldida kamtar bo'lish, uning dargohida bo'lganlarga rag'batlantirish, dunyodan va uning fani bo'lgan nozu ne'matlardan voz kechtirib, abadiy bo'lgan ne'matlarga yo'nlantirish va haqqa qaytib uningga yetishish orzusi bilan ko'rishishdir. Payg'ambar alayhissalom har xil ahvollarda o'qilishni tavsiya qilgan duo va zikrlarning Allohning ismlari bilan to'lib toshgan bo'lishimi uningga o'xshash foydalarni keltiradi. Nihoyat qiyin ahvolda qolgan, ilohiy marhamatga muhtoj bo'lgan bir mu'min Rabbidan yordam tilab qolganida bu ahvolni ifodalab qisqa bir so'z izlaydi. Rahmon va Rahim ismlarga esiladi. Gunohlarining eg'irligi ostida ezilgan va ko'ngil beg'ining kesilganligini hissatgan vaqtda haqqa yaqinlashadigan bir vasila izlab G'affor va Sattor ismlarga sig'inadi. Koinotda va o'z ruhida tajalli qilgan ilohiy qudratni tomosha qilganida kitoblarda tasvirlab bo'lanmaydigan tuyg'uni tilga keltiradigan bir bayon izlaydi. Allohu akbar
deb do'lqinlagan ruhini tinchlantirdi. Xulosalaganda, inson o'zining har xil ahvolda Alloh taolaning har xil sifatlarining vositasi bilan ruhining quluplangan eshiklarini ochib, ehtiyojini hal qiladi. Shunga Alloh taolo o'zini haqiqatga muvofiq, lekin insonlar tushunoladigan bir shaklda tunutgan. Uning o'zini olim, hokim, qodir, g'affarga o'xshash sifatlar bilan tunutishi, insonningmi uni bu sifatlar bilan tunishida aslida insonga oid xususiy bir sabab bor. Chunki insonda bu sifatlarning bir qismi intayin cheklik bo'lgan bo'lsa-mu, o'zida mavjuddir. Bu bo'lsa-mu, inson idrokining iymon va hidoyati uchun Allohning fazilati va ilohiy marhamatidir. Alloh taolo Odam alayhisalomga ismlarni o'rgatganligini bildirgan oyat bilan bir ma'nida "Men narsalarning ismlarini, sirlarini, hikmatlarini va ilohiy san'atlarimni insonga bildiraman" degan. Bu yerda insonning fazilat va shon sharafining qo'lga keltiriladigan manfaatlik ilm soyasida mumkin bo'ladiganligiga ishorat qiladi. Buning uchun inson ilmni irfonga aylantirib, solih amallar qilishga g'ayrat qilish kerak. Chunki g'oya taqvodorlikdir. Alloh taolo haqiqatan eng taqvodor bo'lguninglar Allohning dargohida eng hurmatlik hisoblanasizlar. Ya'ni kishilarning bir-biridan ortiq bo'lishi nasib bilan emas, taqvodorlik bilan bo'ladi. Aql maxluqdir. Aql Allohni dalil isbot bilan toniy olishi mumkin. Chunki u izdan iz qoldiruvchiga, san'atdan san'atkorga o'lishidir. Hikmatini bo'lsa faqat vahiy nuri bilan yishalishi mumkin. Lekin aqlning vahiyning chek-chegarasini bilishda salohiyati va iqtidori cheklikdir. Aql bilan ma'rifatulloh yo'lida ilgirlash mumkin bo'lsa-mu, bu ma'lum bir yergacha bo'ladi. Aqlning tugagan yerida qalbiy faoliyat soyasida ilgirlash davomlashadi. Lekin bu mutlaq haqiqatga erishish uchun yetarlik emas. Chunki Allohning zoti mutlaqdir. Mutlaqning butun haqiqatga mutlaq bo'lmagan aql va boshqa bir vosita bilan ulashmoq va uni o'z loyiqida idrok qilish mumkin emasdir. Qur'on mundaq deydi: ular Allohning ma'lumotidan, Alloh ularga bildirishni xohlagan narsalardan, ya'ni payg'ambarlarning tili orqali bildirgan narsalardan boshqa hech narsani bilmaydi. Shundaqdimi inson ma'rifat yo'lida orqada qolmasligi kerak. Rabbiga yaqinlash uchun vosita izdishi va butun g'ayratini sarf qilish kerak. Bu g'ayratning eng go'zal ulgisini payg'ambar alayhisalom ko'rsatgan. Shuning uchun Ibrohim alayhisalom aytdi: "Men haqiqatan Parvardigorim meni buyurgan joyga hijrat qilaman. U meni yetaklaydi." Payg'ambar alayhisalommo: "Ey Rabbim, biz seni sana loyiq bir ma'rifat bilan toniy olmadik" deb, ma'rifatning, ya'ni Alloh taoloni loyiqida tunishining mumkin emasligi va uning bilan birlikda zarurligiga ishorat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taolodan 3 turlik ilm olgan. Birinchisi, o'zi bilan Alloh taolo orasidagi ilm. Bu ilm inson idrokining ustida bo'lganligi uchun insonlarga bildirilmagan. Lekin payg'ambarlik nuri bilan bilinishi mumkin. Hurufi muqattanik ustiga qolgan ma'no bu turdundir. Shunlashqa payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tabliğ qilishga buyurilgan vahiyning sirtida o'ziga xos qilib bildirilgan har ilmni sahobilarga aytmagan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning shu hadisi bu haqiqatga ishorat qiladi. Agar mening bilganimni bilgan bo'lsanglar, oz kulib, ko'p yig'laytinglar. Mazmun bilan munosabatlik bir boshqa hadisda mening Alloh taolo bilan shundoq bir vaqtlarim borki, uningga hech bir farishta va hech bir payg'ambar vaqif bo'lolmaydi degan. Ikkinchisi, umumga oid bo'lgan shariat ilmidir. İnsaniyat olimi bu ilmlarga iymon etish va ularga amal qilish bilan mukallafdir. Shu oyat bu tür ilmni ko'rsatdi. Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan ahkomning hammasini yetkazgin. Agar to'liq yetkazmasang,
Allah topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lsan. Uchinchisi, bir qism kishilarga berilgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ilmning ahli bo'lmagan kishilarga berilishni cheklagan. Bir qatim Ibn Abbos radhiyallohu anhuga: Ibn Abbos, insonlarga aqli yetmaydigan bir so'z dema, chunki bunda qilishing fitnaga qilishga sabab bo'ladi, deb tavsiya qilgan. Bu sababdan Hazrati Ali radhiyallohu anhu insonlarga tushunolmaydigan narsalarni aytib, tushunolmaydiganlarni aytmanglar. Sizlar Alloh va Rasulining yolg'onchilik ahvolga tushib qilishni xohlamsizlar, degan. Yana Ibn Abbos radhiyallohu anhudan kelgan bir rivoyatga qaraganda sahobiylar: Allohning rasuli, sendan anglaganlarimizning hammasini xabar qilaylimi?" deb so'radi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ha, faqat bir jamoatga aqli yetmaydigan bir narsani demanglar. Chunki bu ahvol ba'zilarining fitnaga qilishiga sabab bo'ladi", degan. Buni xotirlatgandan keyin Ibn Abbos radhiyallohu anhu qaysi bir jamoatga bir masalani izohlaganida ba'zi narsalarni kinoya qilib so'zlaydi. Bu haqda Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan liq to'lgan ikki qop ilm oldim. Bularning birisini chiqardim. Agar yana birisini chiqaradigan bo'lsam, shu kekirdigim kesilgan bo'ladi. Tanlangan sahabilarning ahli bo'lmaganlaridan maxfiy tutgan bu ilm samimiyat va idrok qilish jihatdan favqulodda bir qudrat bilan tayyorlangan alohida insonlar bilmaydigan haqiqatdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq haqiqatlarni sahobilardan Hazrati Abu Bakr va Hazrati Aliga o'xshash ba'zi mustasno kishilarga aytgan. Har kishi buning uchun qobiliyati va qudratidan mas'uldir. Inson o'zining salomati uchun bu qobiliyatni ko'rsatishga, zuhid, taqvo va ihson tuyg'usiga yetishishga tirishish kerak. Bu faqat nafsning sof, qalbning pokligi bilan amalga oshadi. Bir kishining salomati avval shar'iy haqiqatlarga agishish bilan mumkindir. Tasavvufiy haqiqatlarga hamhol bo'lishi bu salomatning yuksak saviyada, ya'ni mohiyatda reallikqa aylanishni qo'lga keltiradi. Shar'iy haqiqatlar umumni o'z ichiga olganligi uchun ilohiy rahmat bo'lgan holda insonlarning mas'uliyati eng tuvan nuqtaga tushirilgan. Umuman aytganda eng ojiz insonning toqati o'lcham qilingan. Masalan, bir qism mollarda zakot 41 bo'lishi bilan birlikda Alloh taolo sadiqining oldini ochiq qo'ygan bo'lib, mu'minning saxiylik bilan o'zining ehtiyoji bo'lsa-mu, muhtoj diniy qarinishiga berishga tashviq qiladi. Buning uchun zakotning nisobi qalbiy jihatdan tuvan darajaga qarata belgilangan. Qalbiy daraja oshgan sari sadiqining miqdori oshadi. Bu jihatdan haqiqat e'tibori bilan tasavvuf ilm, ma'naviy o'qish va o'qitish natijasida kishining qobiliyatiga yarasha erishgan Alloh tarafdan berilgan ladunni bir ilmdir. Qur'on Karimning bir qancha yerida deyilgan oyatlarda bu ilm haqida so'z qilishi buning ochiq dalilidir. Alloh taologa o'z loyiqida itoat qilgan bashariy iroda va orzularini ilohiy irodaga ram qila olgan qullarining qalblariga aqlga sig'magan nurg'un ne'matlar beriladi. Shunashqa Rabbimiz mundaq muttaqi qullarga xos bir ilm va hikmat ato qilganligini Qur'on Karimda munda xabar qiladi. Ey mu'minlar, agar Allohdan qo'rqsanglar, Alloh sizlarga haq bilan botilni ayiradigan hidoyat ato qiladi. Gunohinglarni kechiradi. Sizlarga mag'firat qiladi. Alloh katta fazilat egasidir. Ey Isoga iymon etgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohga va uning payg'ambari, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga iymon etinglar. Alloh sizlarga rahmatidan ishga hassa beradi. Sizlarga sizlar, ya'ni oxiratda filsiratda mangadigan nurni paydo qiladi. Sizlarga mag'firat qiladi. Alloh bek mag'firat qilg'uchidir. Nihoyat mehribondir. Imom G'azzali va Abduqodir Jayloniga o'xshash zotlar avval zohiriy ilmida voyga yetgan, lekin
ba'zi inchikliklarga va Allohga yetadigan inchki yo'lga qalbiy jihatda cho'nqurlashish soyasida pishib yetilib, Alloh do'sti bo'lgan. Alloh taolo umumga ato qilgan ba'zi sirlarni qalbiy jihatdagi cho'nqurliqlarga qarata ularga va ularga o'xshash ba'zi alohida yaratilishdagi insonlarga ihson qilgan. Bundaq bo'lmasa edi, ularning ma'lum bo'lgan shaxsiyati o'ttirga chiqmagan bo'ladi.